bo'lmagan ma'noni anglatadi. To be fe'lini agar to be fe'li uchta zamonga bog'langan. Birinchi zamoni bu o'tgan zamon. Ona tilida ham o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon. Lekin to be'da aslida 24 ta zamon bor. 24 ta zamon. Bu uchta zamonda u 24 ta qolgani maydalanganlar. Bu uchta zamonni bilmagan odam qolgan 20 ta zamonni bilmagan hisoblanadi. To be fe'li ikkita kishilik shaxs nimalarga bo'linadi. Ikkita shaxsga bo'linadi. Birinchisi I, he, she, it, ya'ni o'zlik. Ikkinchisi ko'plikda we use. Endi we use'lar deb sanaydi kerak. Keyin ularda maxsus qo'shimchalar bor. Emizar. Bularni emizarda ham zamonga qarab turib o'zini strukturasi bor. Misol uchun birinchi zamonimizdagi to be'dan juda ko'plab shoxlar chiqqan. Birinchisi bu o'sha am is are. O'tgan zamon shakli was were bo'ladi bulardagi. Kelasi zamon will be bo'ladi. Bu will be'dan tashqari kelasi zamonga yana bitta qo'shiladigan o'sha qo'shimcha bor. Shell'ni boshqa chetlarda kam ishlatilganligi uchun bizda shell o'rganilmaydi. Lekin speaking gapira turganda shell qo'shib gapirilsa, bu speakingni darajasini oshirib beradi. Endi o'sha o'tgan zamonda bo'lib o'tgan ish harakati shu tugallangan shakli bu o'tgan zamon. Hozirgi zamonda qoidasi hozir mana shu bo'lib turgan paytda sodir bo'lib turgan narsalar, misol uchun hozir men gapiryapman. Shu hozirgi zamonda formulasi. Kelasi zamon men kelajakda shunaqa ish qilmoqchiman degan ma'noda o'sha will be bo'ladi. Kelasi zamondagi men kelasi zamon qoidasi kelajakda sodir bo'layotgan ish harakatlarida hali shu tugallanmagan shakli shu kelasi zamon bo'ladi. Bularga misollar, hammasiga bittadan misol keltirish mumkin. Misol uchun o'tgan zamonga I was play football yesterday. O'tgan zamon bilan hozirgi zamon, keyin kelasi zamonda bitta farq qiladigan narsasi bor. Bularni oxiriga qo'shimcha qo'yiladi. O'zlarining maxsus keywordlari bor. Bu keyword kalit so'z hisoblanadi. Kalit so'zlari o'tgan zamon yesterday, last week, last year, last bilan boshlanadigan so'zlar. Keyin hozirgi zamondagi now bo'ladi. Asosan today, now shu bugun bo'lib turgan narsalar uchun shu oraliq 2 soat bo'ladi. Chunki hozir qilingan bo'ladi. Bundan keyingi kelasi zamonda keywordlari bor. Kelasi zamonda keywordlari next year, next week, next month, tomorrow bu ertaga degani. Keyin shularni o'zi. Endi shu berilgan savollarga bir-ikki javob beramiz. What sounds as bread? Nafas olishimizda nima yordam beradi deyapti. Bunga javob levres bo'ladi. O'pka. To'g'ri.
Where do we start to work? Shifokorlar qayerda ishlaydi? A javob hospital. Thank you. Joyet. Ovqat uchun nimadan foydalanamiz deyapti. Bunda A javob doktor nima taqib yurmaydi deyapti. Doktor chiqarsa meditsina tibbiyot. What do you mean use to small things and scientists? Biz ilm-fanda kichik narsalarni ko'rish uchun nimadan foydalanamiz deyapti. Mikroskop, teleskop, kamera. Mikroskopdan. What do you use to clean our teeth deyapti. Biz tishlarimizni yuvishda nimadan foydalanamiz deyapti. A javob sovun, ikkinchi B javob tish cho'tkasi, C javob qoshiq deyapti. B javob toothbrush. What do we drink when we are sexy? Biz chanqaganimizda nima ichamiz deyapti. A javob juice, B javob milk, C javob water, C javob suv. What makes you strong? Bizni nimalar kuchli qiladi? A javob suv. Next. What do we take when we are sad? Medicine. Next. Who help us sad people? Kasal odamlarga yordam beradi. B javob nurse, hamshira. Thank you. Next. What do we use to work? Nimada yurasiz deyapti. A javob legs, B javob hands, C javob tooth. Bunda A javob oyoqda. Thank you, Sida. What helps us stand? Bizni turishimizga nima yordam beradi? Feet, oyoq. Right? Next. What do we ask to say? Siz nima bilan yurasiz? Ace. What do we ask to say? Siz nimada ko'rasiz? Ace. Ko'zlar. Alright, thank you. Next. Who checks our teeth? Tishlarimizni kim tekshiradi? Dentist. Shifokor. Thank you. Next. Shu bilan darsimiz tugadi. Sizlarga rahmat.